Samarqand Invest kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan hududlarda shaharsozlik faoliyatini amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlariga shartnoma asosida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha xizmatlarni taqdim etadi. Topografik xarita ishlab chiqish, geologik va gidrogeologik qidiruv ishlarini tashkil etishda, zaruratga ko'ra tegishli tashkilot va idoralardan qo'shimcha xulosalar olishda, bino va inshootlarning ixtisoslashuvini o'zgartirish, qayta qurish, rekonstruksiya qilish hamda o'z hududida qo'shimcha bino va inshootlarni qurishni loyihalashtirishga ruxsatnoma olishda, arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqishda, loyiha smeta hujjatlarini kelishishda, ko'chmas mulk obyektiga kadastr pasportini olishda, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda, yer uchastkalarini birlashtirish va birlashtirilgan yer uchastkalarining chegaralarini belgilashda, yer uchastkasini bo'lish va uning yangi chegaralarini belgilashda, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishda, ekologik ekspertiza xulosasini olish ishlarini amalga oshirishda ko'maklashamiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 146 01 23, 88 kodi bilan 647 40 04, 66 kodi bilan 230 43 72. Bizning manzil Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni, 1-uy. Samarqand Invest kompaniyasi. Ishonchli xizmat, muvaffaqiyatli natija.